Hammaga assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar, yaxshimisizlarmi? Ancha kundan beri vlog olaman deyman, ololmayman. Chunki gripp bo'lib qoldim. Firdavsim gripp bo'ldi, hammamiz gripp bo'ldik. Uni davolab, yaxshi qilib ana qo'yguncha bir haftalar o'tdi-da. Uni video olmoqchi edim o'zi Firdavsda. Bugun 18-mart, ertaga 19-mart. Firdavs kechqurun rasm tushamiz, har doimgidek. Oldingi vloglarimni ko'rgan bo'lsanglar. Men hozir anoga ketyapman. Qoshimni terdirishga ketyapman. Kecha manikyur qildirgan edim. Hot. Manikyurim. Kecha shunaqa manikyur qildirib keldim. Bugun endi qoshimga terdirgan ketyapman. Ko'rsatay. Hot. Qoshim vashya o'sib ketgan. Lekin normal, lekin rasmlarga nenormalniy. O'shaning uchun men qanaydir YouTube'ga polnisda mana bunaqasiga ham video olib qo'ya olaman-da, qanaydir qo'rqmayman yoki qilmayman, uyalmayman. YouTube'da shunaqaman. Instagramda yo'q. Instagramda hech ham bunaqa video qo'ya olmayman, chunki Instagram o'rganib ham qo'yganda makiyaj bilan chiqishga, har doim bo'yanib chiqadigan videolarga, har doim effekt bilan chiqayotgan videolar o'rganib qo'ygan. YouTube men uchun unaqa emas. Yana ham bilmadim, lekin YouTube'da o'zimni juda ham erkin his qilib video olaman o'zim. Hozir ataylabdan bitta ostanovka oldinroqqa tushdim. Чтобы yurish uchun, chunki quyosh, havo yaxshi, toza havo, o'sha qorlar ancha erib qoldi. Yana qor yog'adi, ungacha. Maygacha bir marta qor yog'aradi yana. Zo'r qilib. Shu bilan keyin yomg'ir sezon boshlanadi. Shu bilan faqat yomg'ir, shamol, shunaqa kunlar bo'ladi. Qordan keyin. Vot. Shunaqa muz hali ham yaxshi ham muzli eriganda. Kecha tirnog'im qildirdim, aytaman, qarang. Muzga yiqilaman. Kecha tirnog'im qildirgan bor edim manikyurga. Video olaman deb esimdan chiqib ketdi. Telegram kanalimda dumaloq video tashib turaman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, videoda qoldiraman Telegram kanalimda. Podpisatsiya bo'linglar. Описаниеda ham ссылкасini qoldiraman. Ko'ra podpisatsiya bo'lsanglar, xursand bo'laman. Hozir bitta ostanovka oldin tushib oldim-da. Ketyapman. Menga odamlar qarayapti. Men bu video bo'lib ketyapti o'zimiz. Ovozim eshitilyaptimi yo'qmi bilmayman. Montajda to'g'rilab yuborarman balki. Shunaqa noji kelib qoldim. Bitta ostanovka oldinroq tushdim-da. Чтобы yurish. Hatto bitta ostanovka ko'chaga chiqib qolgan paytlarim, chunki uyda uncha qolib ketaman. Ana Firdavs mazasi bo'lmadi, gripp bo'ldim, men ham gripp bo'ldim. Toza havo yaxshi grippga. Shunaqa gaplar qizlar. Ana bahor oldi bir sirama gripp bo'ldi ish qilib ingalyatsiya qo'ydim. Shunaqa. Hozir kuplidan chiqib doktorga ketamiz. Firdavsni onasiga, poliklinikasiga. O'zini doktor chaqirgan zapis bilan. Shunaqa gaplar. Qoshimdan chiqib doktorga, qoshimdan chiqib magazinga kirib torta olishim kerak, Firdavsga sham olishim kerak. Uyga borib Firdavs kiyintirib ungacha vaqt bo'lib qoladi. Firdavs kiyintirib ana qilib keyin doktorga ketamiz. Doktordan ham videolar olsam qo'yaman, bo'lmasa yo'q. Hop. Biz o'zi necha martalab doktorga qatnadikda, mana mazasi bo'lmagan payti. Ana u video olamadim. Chunki o'zim grippdan hech narsa qilmayotdi, Firdavsdan mazasi bo'lmayotdi video olishga anaqa возможность nima vaqt bo'lmadi. Voy, xullas shunaqa. Men bu etajda bitta o'zbek apalar bor. O'shalar qo'sh teradi. O'shalarga terdirib ketaman. Yangi yilda fotosessiyadan oldin terdirib ketdim. O'sganini qaranglar.
shunaqa ancha yurdim, yaxshi bo'ldi. Yurish yaxshi. Ko'chaga chiqdim deganda bittasidan o'lroq tushyapti. Arosini yo'q qo'ydim. Ovozim qanday eshityapti. Men kelib qoldim. Mana 4-etaj chiqish kerak. To'rtta etajda o'zi charchab qolyapman. Yop. Bular ketdimi? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qizlar, men chiqdim. Qoshim qildirib. Hop. Endi uyga ketyapman. Magazinga kirmadim. Tortga. Bitta qanaydir lunch bo'lib qo'yildi. Bilmadim, mana buyoqqa kirib ko'raman. 19-mart kuni Firdavs 5 oyli bo'ldi. Qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Yana bir kunimda video olyapman. O'sha kuni qoshim terdirib aniq qilib shunaqa lanch bo'ldim. Keyin doktorga borib keldik. Doktordan kelib rasmlarga, videolarga tushdik Firdavs 5 oyligiga. Наконец-то men bu anaqa konteynercham keldi, qizlar. Hop. Shunaqa analarini solib qo'yibman. Qoshiqcha, mashiqcha, hamma narsalari shuning ichiga turadi, yuvilgan narsalari. Hozir bu nima ana desanglar, sterilizatsiya bo'ldi bile. O'sha uchun hozir anaqa bo'lib qolgan. Shunaqa Firdavs mazasi bo'lmadi. Mazasi bo'lmaganda mana bunaqa Mano firmasidan shunaqa burun tozalayotgan apparatcha olgan edim. Boya tozaladim-da burnini. Yuvib qo'ydim. Shu bilan yaxshi bo'ldi. Mana smessolikon yarmi kuxniyada. Bu ana ingalyatsiyaga dori. Mana yarmini ishlatganman, yarmi qolgan. Polniy Firdavsga bergan dorilari, mana shu burnini tozalab yaxshi bo'lib oldik. Va nihoyat mana bu konteynercha keldi. Ancha kundan beri video olaman deyman, ololmayman. Men bu ham hozir sterilizatsiya issiq ekan. Hozir o'chishdi-da. Shu bag'da smeslarini solib qo'yibman, bag'da apparatimiz. Qancha chekonlik ko'rinib qoldi. Xullas shunaqa gaplar, anaqani qo'yganmiz. Meda konteyner. Firdavs 5 oyli bo'ldi. O'shanga anaqachasini, men bu kartochkachasini qo'yib qo'yibman. Har safar qo'yib qo'yaman shu kartochkachasini. Anaqa qilib turadi mana shu yerda. Hozir pamperslarni almashtirdik, kaka qildik. Men bu anaqa gap. O'zi kechami soldim men bu yangi plyonka soldim shunaqa. Hozir kaka qilganga tegdi. Buni ham almashtirib hozir yangi qilib qo'ydim. Keyin anaqalarimiz, pamperslarimiz mana kir. Hozir kaka qilganga ozgina tegibdi ekanda. Shunga hozir shaqqa tashladim. Men bu Manodan ishlatyapman hozir. Ishlatib ko'ring, juda ham yumshoq, yaxshi ekan. Manodi anaqa tungi anaqasi pampersidan ishlatyapmiz. Sal kattaroq. Chunki qaranglar, 9 kilodan 4 kilogacha deb qo'yibdi. Chunki Firdavsga mosini topolmadim o'sha kuni. O'sha uchun avval oldingi vlogimda ko'rsatgan, men bu Baby Go'dan oldim. Qizlar ishlatib ko'rdim. Haggisdan ham yaxshiroq ekan. Hozir ko'rsataman sizlarga. Haggisimiz mana ozgina qolgan.
Lekin buni ham ochib olib kelganini ochib ko'rdim, qanaqa ekan deb. Hozir ana bu Baby Go pampersi. Mana ichlari, manbaqlari katta ekanda. Mana bu ochilishlar. Buni ko'ryapsizlarmi? Mana bu ochilish anaqalar katta ekan, keyin yumshoqroq. Chem haggisga nisbatan ne ushlab ko'rsanglar ham haggis ekalasini bunaqa sochib qattiq bu. Mana bu yumshoqroq. Videoda ham sizlarga shunaqa bilinyaptimi yo'qmi? Keyin bu sal kichkinalik qilyapti bizga. Bu sal kattaroq. Sal katta-da. Mana qaranglar. Men beri uncha qismati yaxshi bo'ldi. Keyin ana to'lib qolganda ham haggisga qanaqadir mana bir tomoniga ana misol uchun siyakon payt bag'iga tep qolishi mumkin, bag'iga tep qolishi mumkin. O'sha tomoni qotib qoladi-da, nima bo'lib. Bu unaqa emas ekan, hamma joyiga yoyilar ekanda. Bu siygan payt bitta tomoniga qotib qolyapti-da. Tushundinglarmi? O'sha qilsa o'sha qotib qolyapti. Ne, ana emas. Bunga ne yoyilib bir xil anaqa bo'lyapti-da. Xullas shunaqa. Bu haggis 3. Bu Baby Go M razmeri. Bunda razmer ekan. Bunda 3-4 ku haggisda. Bunda M, S, L mana shunaqa ekan. Xullas shunaqa haggisdan bu. Hali ozgina keyin tugasa ishlataman. Zapas qilib olib qo'ydik. Yaxshi ekan. Endi haggis emas, shundan olib qolaman bu safar ham. Ishlatay, yana pichi. Undan keyin anaqa qilaman-da, endi ishlatib bo'lgandan keyin yanada yaxshiligiga amin bo'lib keyin. Lekin haggis juda qotib qolyapti. Bir tomoni siysi, bir tomoni mana qotib, mana bunaqa bo'lib qolyapti. Nima gap? Mana. Bu kishi. Ha, zerikib qolyaptilar. Mana kiyimchalarni nimaga qilib tashladingiz? Multik ko'ramiz biz faqat Boris. Mana shu multikni kim ko'radi? Sizlar bilan qalban birgaman. Ha. Nima edi? Nima gap? Gapir. So'yla qora dengiz. So'yla qora dengiz. La. Du. Men gaplarni. Shezlongda uxlab olyapti. Men bu kravatiga uxlayapti. Ha? Nima gap? Mickey? Mickey Mouse-cha. Mana roqqa yotqizdim. Siljib anaqa ketibdi o'zi. Bu siljishni o'rganyapti. Hali ag'daril olgani yo'q Firdavslikkan. Faqat men bunday siljishni o'rganam. Ne oyog'im pitirlab aqroqqa bo'lib qoladi, bag'roqqa bo'lib qoladi. Ko'taring, buni yig'layapti. Xullas biz mana shu uyda mana shunaqa qilib o'tiramiz faqat. Ha, aytgancha, bunaqa o'yinlik anaqacha gilamcha olganmiz Firdavsga. Bu ikkita shkafni narkoga yetib qo'ydik. U bizning kechqurun svetelnikimiz. Hop. Ha. Firdavs kitoblar. Ha. Nima gap? Kulyapti, bir kuladi. Bir baqiradi. Meni gapirtirgan qo'ymasa bo'ldi-da, ishqilib. Meni maqsadi shu. Xullas shunaqa o'yinlik anaqacha qilib qo'ydik Firdavsga. O'zi shkaflarni ham o'sha o'yinlik anaqa qilish uchun, joy qilish uchun ochuvdik bunga Firdavsga. Xullas shunaqa gaplar.
Mana Firdavs o'ynab o'tiribdi. To'g'ri yotqizib qo'yuvdim o'zi. Darrov siljib yonbosh bo'lib oldi. Ha. Ne bu? Ne bu da mamani bossasan. Ana. Что они nima qildi? Bos. Ha. Boshqasiga qo'yamiz, ha? Ana baqda. Nochalari. Kitobchalari. Gapira. Bu kitoblarni ko'rsatdim cho'qi. Yana kitobchalar olib beraman. Olna, ochila. Hammasida ochiladigan bu. Mamsin bittasini topolmayapman. Qayerga qo'ygan ekanman? O'zim bilan o'yna detskiy poliklinikaga olib ketdim-da, o'ynatib turishga. O'shandan beri yo'q, qaysidir kurtkami kistasida bo'lishi kerak. Mana bu ham shiqildoq. Mana bu o'yinchoqchasi bu. Mana bu yostiqchasi nomi. Mana shu yostiqcha bilan mana bu bitta kelganda. Mana pastga qo'yib qo'yiladi. Vaqimda yotqiziladi. Chaparilolmagan payti shunaqa yostiqcha olib berdim. Ushlab turayku. Bu mana bu kichik aylanuvchasi. Buni batareyaga qo'yish kerak bunga. Nima qilapsan, Firdavs? Tish qichyapti mana. Naskinam kichkina bo'lib qolyaptimi, o'g'lim? Shunaqa qilib hozir uxlab turdi, sutini berdim. Endi hozir o'ynab o'tiribdi. O'yinchoqlari bilan. Qisqichbaqa. Mani burjim qisqichbaqa. Kimni burji yana qisqichbaqa? Kommentariyada yozinglar. Mani burjim qisqichbaqa. Firdavsning burji chayon. Sani burjing chayon, yiling ilon. Nima balo balam? Nima bo'lsa ham sog'omon bo'lsin. Yili qanaqa nima bo'lsa ham. O'tiribman mana bunga qo'shilib. Anaqlay o'tsam, chiqib ketsam baqiryapti. Bir o'z qolganga. Senga gapirib tursin kerakmi? Yado'z. Yado'z. Tuti? Tuticha. Tuti balacha. Sensin akam. Xolos. Shoqqa kun o'tkazamiz-da, qizlar. Sizlar ham shu bo'lsa kerakmi, mashallah.
Yosh onajonlar, yosh bolasi bor onalar. Mana bu o'yinchoqlar ko'p edi, qayerga ketganman tushunmayman. Ana, nima edi, do'st? Reklama bo'lsa reklamani ko'rmaydi. Qizlarjonlar yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Hozir telefonimni ag'dashda tezda qo'yib video olmasam, anaqamni ulab oldim, mikrofonimni. Bilmadim, anaqa bo'ladimi, yo'qmi, yaxshi eshitiladimi, yo'qmi, yaxshi eshitilyaptimi, yo'qmi bilmadim. Ko'ramiz. Buni pasaytirib qo'yay. Toza baqirib yig'lab qolsa balandroq qilib qo'yaman, e'tibori shunga bo'ladi-da. Hozir men butilkalarni yuvishga anaqa qilishim kerak, olib ketishim kerak. Haqa kuxnyaga. Ana shu nimadir qilmoqchi bo'lsam, Firdaus deydi. Ma. Tishi qichyapti-da, o'shanga asabiylashyapti. Qarasam yaxshi ko'rgan bundani. Hozir butilkalarni yuvib, sterilizatsiyaga qo'yib, kelib Firdaus pampersini almashtiraman. Telefonni olib ketaman o'zim bilan birga. Videoga olishga. Вот. Firdaus ungacha multiki ko'rib turadi, ha? Ko'rib turasanmi? Birdan uyimizga sayohat qildiraman sizlarni. Eshikni ochib olay. Nyam. Наверное, животу. Shunaqa videolar olish qiyinroq. Mana to'g'rilashim kerak, to'g'rilasam. Вот. Salom. Har kun mana shunday boshlanadi menda butilkani yuvish bilan. Kunim boshlanadi qizlar. Mana bolasiga simsiz churayotgan onalar bilsa kerak. Mana bu yerdan ishlataman, yoqasini faqat bu anaqaga, butilkalariga. O'zimiz anaqaga boshqasidan ishlataman. Nima qilib ichiga bitta soviramanda, suvdan solib, shotkamni olib, ko'pirtirib, mana shunaqa qilib yuvaman. Xudo sa'dan jig'iladi. 10 minut butilka yuvib kelgunimcha yig'laydi. Yuvib, buni ham yuvib olaman. Xullas shunaqa. Yaxshi ko'rinyaptimi? Qizlar, nimalarni yaxshi ko'rinyapti. Всё. Bag'in tezlashtirib olaman videoda, chunki uzoq bo'lib ketishi mumkin. Всё, yuvildim. Og'zini yaxshilab yopib olay. Bo'lmasa hozir olib ketishimda tushib ketishi mumkin. Chunki ko'p shunaqa holatlar bo'lgan. Olib ketamiz. Men bilan birga yuribsizlar o'rda.
Ot. Soskasini olib ketmayapman yuvishga. Xullas, har kun mana shu holat menda. Bog'da Firdavs deb turadi. Jonim, yadosh. Nima edi yadosh? Yadosh chaksan. Sterilizatsiya qilib keldim. Soskasini yuvib olaman. Hozir berish payti keyin buni mamnisini ham olib yuvib qo'yaman. Uni keyin. Chunki buni qurishi ko'p vaqt oladi-da, o'shanga keyin yuvib qo'yaman unisini. Burnini уже tozalamayapman. Anosini olib qo'ysam ham bo'laveradi. Bolam. Shunaqamidi, qanaqa? Jimda. Yasi bachcha bo'ldi, o'g'lim. Yasi bachcha bo'ling, o'g'lim. Bu video qizlar kechagi videoni davomi. Kecha charchab, biroz uxladim, o'zim ham uxladim. Shunaqa gaplar. Hozir soskasini tez yuvib kelay. Ungacha anaqani baqib turamiz videoni telefonda. O'g'lim. Hozir balachim. Ma'ni o'qib kelay, hay. Soskani yuvib kelay. Qizlar. Uzoqdan ham ovozim yozadi menimcha. Ana. Boryapman. Bugun mana shu qanaqadir lanchman, holsizman. Qanaqadir. Yo'q, shuni solib qo'yaman. Endi kelsam bo'ladi. Pampisini almashtiramiz o'g'limni. Keling. Bismillah, balachami. Qaranglar, mana. Firdavsga qaranglar. Qaranglar. Oldin umuman men bilan ushlamasdi. Hozir ushlab, tepib, maqsa qilib tashlaydi. Pampichasini almashtirib, yangi pampersi kiydirib qo'yay. Mana aytibman, mana o'sha surishni boshlab, o'zim analarga qo'yib qilaman. Qilagan bo'lganman hozir. Bu balacha tegini bana qilagan bo'lgan. O'tgan safargi vloglarimda bitta qiz ayol meni opami kim yozgan ekanlarda, bunaqa o'zi 3-4 oygacha turadi deb. Yesam. Bunaqa 3-4 oygacha turadi deb. Sevorma. Tushirvorma yana o'g'lim, kremini surtib olay, to'xtab tur. Tez surtaman hozir. Hech narsa qolmaydi. Hali yana gitti kattaroq bo'lsa qanday qilaman bilmayman. Endi pampers yechdim deganimda uchirib yuboradi. Nimadir bo'ladi, mana shunaqa. Ozgina Bupin kremchasidan surib qo'yaman.
Ne, ko'p emas, lehki har safar almashtirganimda aniq qilmayman. Bir marta krem qilaman. Videoda ko'ryapsizmi? Men bu dumalg'on kremidan bir safar yog'chasidan kakashka qilsa Bepanthen surtaman. Har doim har xil. Hoy Firdavsjon, o'g'lim. Qaniydir bugun lanchmi? Masalan, bo'lmaydigandek. Shu 8:30da chuding, 9:30, 10:30, 11:30da chinki. Hozir ichadi. Bugundan keyin ham sizni yuvib qo'yishim kerak. Boya yuvib qo'ysam bo'ladi, chunki hozir ichish vaqtiga to'g'ri kelib qoladi, keyin bu qurimaydi. Keyin smes tayyorlashga aniq qilib qolaman-da. To'xta. Ana, pampersini almashtirdik. Keyin ishdan chinkesin. Pi. Muzika aytyapti televizordan, multfilm. Endi ishlayaptimi-yo'qmi bilmayman. Chunki mikrofon olingan-ku, men ovozim polностью ishlayapti. Bular bag'dakilar eshitiladimi bilmadim. Hozir shunday qornim ham ochiq qoldi-da. Hozir suv ichib olamanda birinchi. Keyin tuxum qaynatib tuxum yeb olaman. O'zim anaqa dieta qilishni boshlaganman. 61 kilo edim. 58, 57 mana shunday bo'ldim. Achalim, voy shuni men tipi bir nima qiladi bu. Men tipi bir narsalar qiladi bu. Kabosh. Buni oldida sochi bor, orqasida sochi yo'q bu kaboshda. Qachon soching o'sadi o'g'lim? Qachon o'sadi soching? Bir mexachik yeb qoladi bunga. Mikrofonim tegimma. Tegimma mikrofonimga. Ya do'st yeb qo'yaman. Upsam kuladi men jonim, ya do'stim. Mani o'g'limga, shalimga. Yotib turasan, yo kalaskaga ketamizmi? Men tuxumcha, ko'kokcha qaynatib o'zimga. Men ko'kokcha qaqa ketib, uchib ketaman dedim, nima qilib ketaman dedim. Giga mikrofonga aytgandachilarga. Giga kanisilarga. Gapir mana mashaqda mikrofon bor. Gapir. Voy tegimma. Tegimma. Lamma, sen yotib tur, hay, multfilmingni ko'rib. Hoppa. Xullas tuxum qaynatishga qo'yaydaman qizlar. Jonim, pauza qilib turaman. Ko'rech o'zini. Bo'lmadi oxiri. O'zim bilan birga olib ketgan bo'ldim. Mana shu kalaska bilan yuramizdan shu o'yiga faqat. Stol mana bilan surish kerak, to'xta. Firdavs uxlash anaqasida, protsessida. Shunaqa shezlongida uxlaydi. Hozir picha multik ko'rsin. Keyin o'zi bu tomonga qarab anaqa qilar uyqusi kelsa. Hozir yig'lab anaqa qilib, manosini ba'zir yo'rga qildim. Ma. Suskachi. Shterotib o'tiraman qizlar. Kunduzi faqat shezlongda uxlaydi. Kechqurun ham uxlab olishi shezlongda terib uxlatib olamanda, yaxshi uxlab bo'lgandan keyin anasiga, karavotchasiga olib qo'yaman. Bunday o'zi karavotga uxlab qolmaydi. Shunga uxlab keyin karavotga uxlaydi. Deb qo'yishini.
Xullas bizga shunaqa proses ketyapti qizlar. Bir siram injiqlik qilib yig'lab oladi. Shunaqa. Men obetim qilib oldim, choylarimni ichib oldim, Firdavs sutini berdim. Aradan 1,5 soat vaqt o'tdi. Boyagi narsalarni qichitib ko'rdim. Mana tishi qichiganga multi ko'rdik, ko'tardim. Xullas shunaqa. Endi hozir uxlataman. Teryapti. Shunaqa gaplar.